Ezberaga mana shu topda Akmalxonlarga ham topayli. Bo'ldi, gap yo'q. Akmalxon aka. Bundan bu yo'g'iga endi Kobaltda mazza qilib yurar ekansiz-da. Bugungi sotuvimizda 2024-yilda ishlab chiqarilgan kraskalari absolutniy top-toza bo'lgan Kobalt mo'shamiz aynan sizni kutib turibdi. Mo'shamiz ko'rib turganingizdek, sanoq holatlari ham ideal holatda bo'lib turibdi. Bu o'tgan masofasi unaqa ko'p emas, bor yo'g'i 32 ming kilometr yurgan. Mo'shamiz orqa taraflari ham ideal holatda turibdi. Siz bilaman, rasxod yo'qtirmaysiz. Mo'shamizga propan gaz balonlarni ham ustunovka qilib bo'lgan, qish kunida bez o'chirib, mazza qilib yuraverasiz. Mo'shamiz texnически xudo xolisa hech qanday aybi yo'q, motor xodovilarda ishlar yo'q. Narxi keladigan bo'lsa, $11,650 ozimiz barakasi ko'taradigan joyi bor. Bunday mo'shani yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta bizga obuna tugmasini bosib qo'ying. Mashinamiz siramdan. Eshitdingizmi Akmalxon? Pul saqlagandan foyda yo'q, dollar ham tushib ketdi.